Arafa kuniga ham bir necha kun qoldi. Siz bilan esa o'zim ishlatadigan 3 ta eng yaxshi amal bilan bo'lishmoqchiman. Albatta bu ham hadislarda mavjud. Muborak oylar seriyasining 3-epizodiga xush kelibsiz. Agar bilsangiz, Zulhijja oyining 1-10 kunligi eng muborak oylarning eng muborak kunlari hisoblanadi va Allohga yoqadigan eng yaxshi amallar kichkina bo'lsa ham yaxshilaridir. Agar siz shu kunlarda roza tuta olmasangiz, keyingi 3 amalni sizga taklif qilaman. Birinchisi, bu namozni o'z vaqtida o'qish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsa haqida Imom Muslim hadisida ta'kidlaganlar. Allohga eng sevimli banda namozini o'z vaqtida ado qiladigan kishidir. Shuning uchun namozlaringizni o'z vaqtida ado eting. Ikkinchisi, zikr va istig'for aytish. Chunki aynan shu 10 kun ichida qilgan amallarimizning ajri yanada katta bo'lishi hadisda ta'kidlangan. Ya'ni alhamdulillah, Allohu akbar, subhanalloh va astag'firulloh so'zlarini ko'proq aytishni o'rganing. Uchinchisi esa ko'proq bilim oling va boshqalarga ham o'rgating. Bu videoni yaxshi amallarni ko'paytirish kerak bo'lgan insonga yuborib qo'ying. Ma'asalama.